Barchaga xayrli kun. Bugun video lavhamiz onlayn marketni sozlash. Onlayn marketda sozlashimizda asosan sozlamalar va e-market bo'limi bizga yordam beradi. Sozlamalarga kiramizda marketda rasmini, logotipni tanlab olamiz. Chiroyligina logotip bor ekan, onlayn do'kon. Bu yerda market haqida informatsiya yozamiz. O'chirib turamiz. Market haqida bizda turli tuman gullar mavjud. Manzilimiz Eko bozor ro'parasida. Rasm tanlaymiz. Telefon raqam neqsak kattaroq yozadi bo'la. Serprodukt markdown kalit so'zlarni qabul qiladi. Shu markdownni joylashtirsangiz, mana bu ko'rinishda saytingizga chiqaraveradi. 94lik 123 45 50 45 67 99 8 90 100 5 47 Make bizning Telegram kanalimiz. Masalan, sel produkt yozamiz. O'zingizda kanalingizni kiritasiz. Bu yerni bosganimizda bu yerda sel produkt .me sel produkt. Biz shu o'yinni olamizda, shuni ko'chiramiz. Kontrol A qilib ko'chirsak ham bo'ladi. Va bu o'yinga tashlaymiz. Va shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu tabiiy holat. Chunki markdown kodingiz joylashdi. Saqlaymiz. Demak, rasmimiz haddan ziyod katta bo'lganligi uchun ma'lumotni qabul qilmadi. Demak, rasmni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Rasmni o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerdan o'chirsak ham bo'ladi. Rasm hajmi juda kattalik qildi. Demak, shu ma'lumotlarni qoldiramiz. Juda ko'p ma'lumot kerak emas. Ko'chiramiz, tashlaymiz, saqlash bosamiz. Bozor tahrirlandi. Demak, bozorimiz tahrirlandi. Kontakt ma'lumotlarini kiritamiz. Toshkent shahar yozsak to'liqroq bo'ladi. Toshkent shahar. Mirzo Ulug'bek, Eko bozor gullar 427. Telefon nomerimiz shu, mosini o'zgartiramiz. Gullar bozori gmail.com saqlaymiz. Bo'ldi. Bu yerda asosan marketingimizning ma'lumotlari,
Endi onlayn marketingimizga kirib ko'ramiz. Onlayn marketingimizga e-market bo'limiga kiramizda va seprodukt.net gullar. Gullar degani bu i degan informatsiya degan ikonkasi bossa o'sha gullar do'koni manzili, keyin market haqida ma'lumotlar va link. Shuni bossa o'sha cancel bosib turamiz. Kanalingizga yo'naltiriladi. Bu yerda tovarlar yo'q. Tovarlar ko'rsatishimiz uchun asosiy dashbord qismiga o'tgan vaqtimizda ommaviy mahsulot qo'shish, ya'ni produkt qo'shish degan joyi bor. Ya'ni qo'shgan produktlarimizni bu yerga olib kelamiz. Masalan, kategoriya yozsangiz ham bo'ladi, gulni o'zini yozsangiz ham bo'ladi. Ya'ni kategoriya sifatida vaza deb yozaman. Chunki vazalar kategoriyamiz bor va qo'shilgan produktlaringizni belgilab ketaverasiz. Masalan, shisha vaza qo'shildi. Yana bitta shisha vaza bor ekan. Razmerlarda farq qiladigan. Aytdik. Bu yetadi bizga vaza. Endi gullar. Gullar bosamiz. Gullar. E'tibor bering, hozir bu yerda nechta mahsulot qo'shildi. 7 ta mahsulot qo'shilgan bo'lsa, mana bu yerda mijozga link deb yozsangiz, mahsulotlar o'zi avtomatik mijozning o'zida ko'rinadi. Demak, yana qo'shamiz. Mayli, bir nechta bo'lsin. Kelin gullarni ham qo'shamiz. Mahsulotni qo'shib olsangiz, ommaviyga chiqarish juda oson. Bir marta bosib ketaverasiz. Jarayon qiyin emas, oson, yengil ishlaydi. Tizim juda sizga qulaylik beradi. Mana qilsangiz ham amaliyot qilyapti. Mana sahifani yangilayapman, mahsulot birdaniga yetib kelyapti. Demak, mijozga shu oynani beradigan bo'lsangiz, yangi mahsulotlar yangilangan holatda mana shu ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, market haqida informatsiyani bildik. Bosh sahifamiz bu onlayn marketingiz. Kategoriyaga kirib, mijozga kelinlar uchun gullar kerakmi yoki vazalar kerakmi? Xohlagancha ma'lumotlarni olib biladi. Ya'ni siz ommaviyga chiqargan mahsulotlaringiz orasida. Va mijoz bizaga mijoz sifatida ana shu onlayn marketingdan foydalanib ko'ramiz. Masalan, menga Viktoriyadan 3 ta kerak qo'shildi. Kart degan narsa, korzinka. Vazamiz kerak. Bunga bitta kerak. Kelin gullasda bunda xohlasak bitta ikkita qo'shsak ham bo'ladi. Xohlasak mana shu bosh sahifada mana kirib bir marta bossak, o'zi bir marta qo'shiladi. Yana bir marta bossak, ustiga yana bitta plus qo'shiladi. Va kart bo'limiga o'tgan vaqtimizda ushbu buyurtma qilingan mahsulotlar soni, mahsulot haqida informatsiya nechtaligi, masalan, Viktoriyadan 2 ta zakaz qilmoqchi edim, 3 ta bo'lib ketibdi. Shuni Viktoriyani ustiga bosaman-da, 2 ta qilaman-da, yana add to cart qilaman. Va kartga o'tganimda, korzinkaga o'tganimda, o'zbeklar asosan korzinka deyiladi, o'zbekchasiga savatcha. Savatchada nechta tovar borligi va umumiy narxi, necha xil mahsulot, produktus va jami soni 5 ta. Demak, buni rasmiylashtiramiz. Misol qilsak, Abdumalik buyurtma qilyapti. Adresimiz TTZ Mirza Ulug'bek
TTZ2 bozor yonida 3-dom, 2-etaj. Endi bunaqa dom yoki etajda borligini bilmayman, taxmin yozdim. Demak, nomerimiz 90.123. Shuni. Endi bu ixtiyoriy yozib tashlayapman. Bu nomer bormi yo'qmi, bundan ham xabarim yo'q. Bu yerda description degani buyurtma uchun izoh. Ya'ni izohda siz mahsulotni ertaga yoki mahsulotni bugun olishingiz mumkin. Shu haqda sotuvchiga ma'lumot qoldirsangiz bo'ladi. Chunki bu yerdagi yozuvlar sotuvchiga ko'rinadi. Ya'ni sotuvchi siz bo'lasiz. Men o'zi faqatgina xaridorga nisbatan olib gapiryapman. Ajoyib. Gullar qancha tez kelsa, shuncha yaxshi. Ya'ni hoziroq buyurtma qilish, order now. Va buyurtma qabul qiling degan so'z chiqadi. Sizda e-market bo'limida buyurtmalar degan joy bor. Buyurtmalarga o'tsangiz, Abdumalikdan xabar keldi. Mana faol. Sizda bo'lsa bosh sahifada ham keladi deb aytdim. Mana bosh sahifaga o'tamiz. Bosh sahifada ham bozorda faol buyurtmalar, ya'ni Abdumalik turibdi. Kiramiz. Bosamiz. Bu yerda mijozning ismi, manzili, telefon raqami, tavsif, hamma ma'lumotlarni olganingizdan keyin mijozga xohlasangiz telefon qilasiz, xohlasangiz doimiy klientingiz bo'layotgan bo'lsa, unga telefon qilmay turib to'g'ridan-to'g'ri manziliga gullar yetkazasiz. Yoki bo'lmasam o'sha sotuv jarayoningizda qanday amalga oshirayotgan bo'lsangiz, shu ketma-ket amalga oshirasiz. Demak, telefon qilib, buyurtmani tasdiqlattirib, yetkazish joylarigacha aniqlik kiritib, sel produkt bossangiz, bizga mahsulot sotish degan joyiga o'tkazib beradi. Ya'ni mahsulot sotishda Victoria shisha vaza kelin guldastani o'tkazib beradi. Va to'lovni bosgan vaqtimizda o'zi mijoz avtomatik ko'rsatadi. Abdumalik, Mirzo-Ulug'bek, TTZ2, manzili, telefon raqami va puli. Endi mijozdan siz onlayn karta orqali o'tkazma olgan bo'lgan bo'lsangiz, o'tkazma shaklini tanlaysizda, qabul qilasiz. Va buyurtma degan joy bor. Buyurtmani bossangiz, bu dastavka tizimi. O'zimizdagilar aksariyat holatda dastavka deydi, lekin buyurtma o'zbekchasiga yetkazib berish. O'sha holatda ishga tushirgan bo'lasiz. Xohlasangiz o'chirib qo'yasiz, kelib olib ketsa. Agar kelib olib ketmayotgan bo'lsa, buyurtma holatini bosib qo'yasiz. Buyurtma holatini bosib qo'ysangiz va yakunlashni bossangiz, muvaffaqiyatli yakunlandi va buyurtmalar joyiga o'tasiz. Mana buyurtmalar. Bizda yangi buyurtma bor. Yangi buyurtmada taxlashingiz kerak. Taxlayotgan bo'lsangiz, jarayonni yozib qo'yasiz. Endi mana kategoriyasi bor. Jarayonda kechiktirgan bu kategoriyani o'chirib qo'yaman hozircha. Jarayonda turibdi. Jarayondagi mahsulotni taxlab bo'lganingizdan keyin mana Abdumalikka ketyapti. Victoria shisha vaza guldastasi. Demak, mahsulotlar tayyor bo'lgandan keyin tayyor bo'lgan bosib qo'yasiz. Bu oyni faqat belgilash emas, 5-6 ta bir kunda 10 tadan ziyod buyurtmalar bo'lishi mumkin. O'sha buyurtmalarni tartibini yo'qotmaslik uchun kerak bo'ladi. Agar ishchilar orasida, xodimlar orasida postman degan joyi bor. Postman yetkazib beruvchi. Postman yetkazib beruvchi bo'lgan bo'lsa, yetkazib berish oynasi ko'rinadi, faqat unga faqat tayyor mahsulotlarni ko'rib ketaveradi. Agar tayyor mahsulotlarni qabul qilgan bo'lsa, postman, ya'ni dastavkachi tayyor mahsulotni belgilaydi. Ya'ni mashinaga ortgan vaqtda yo'lda. Qachonki dastavkani qo'lga topshirib bo'lgandan keyin siz uni tugallangan holatda statusini belgilab qo'yishingiz mumkin. Tugallangan holatda bo'lsa, buyurtmalarda
ko'rinmaydi. Shu tartibda onlayn marketingizni buyurtmani qabul qilishingiz va onlayn marketni o'zingizda dedingizga mos tayyorlab, savdo tizimini, savdo jarayonini amalga oshirsangiz bo'ladi. Rahmat.